Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi darsimizda algebradan qoldiqli bo'lish mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qoldiqli bo'lish mavzusi bilan tanishamiz. Qoldiqli bo'lish. Qoldiqli bo'lish mavzusini boshlashdan oldin keling bitta misol ko'raylik. Masalan, 23 sonini 5 ga bo'lamiz. 4 dan bo'lib 3 qoldiq qoladi. Biz oldin buni mana shunday shaklda yozganmiz. Quyi sinfda o'qigan paytimiz, ya'ni qoldiqni qavs-ichiga ko'rsatganmiz. Endi buni tenglik shaklda yozadigan bo'lsak, qanaqa yozuv bo'ladi? 5 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 3, ya'ni qoldiqni mana shunga qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana shunday tenglik shaklda yoziladi. Endi shunday tenglik shaklda yozildi. Bu aslida yuqorida qoldiqli bo'lish bo'lgandi. Endi mana shu qoldiqli bo'lishni, ya'ni biz oldin qavs ichida qoldiqni ko'rsatib yozganmiz. Uni tenglik shaklda yozsak, barcha mana shunday tenglik ko'rinishidagi sonlar qoldiqli bo'lish bo'ladimi? Ya'ni yana bir ikkita misol yozamiz. Qarang, mana 37 teng, ya'ni 37 ni 5 ga tenglik hosil bo'ladigan qilib yozaman. 5 ko'paytirilgan 8 minus 3 desam, yoki bo'lmasa yana bitta misol olaylik. 47 teng 5 ko'paytirilgan 7 plus 12. Mana uchalasi ham tenglik. Mana shunday tenglik ko'rinishda bo'lyapti. Ya'ni tenglik to'g'ri bo'lyapti. Ikkala chap va o'ng qismlari tenglik. Bularning barchasi qoldiqli bo'lishmi? Ya'ni nechtasi qoldiqli bo'lish bo'ladi? Endi buni qaysi biri qoldiqli bo'lish, qaysi biri qoldiqli bo'lish bo'lmayapti. Buni aniqlash uchun keling quyida bu yerda ma'lumot keltiramiz. Ya'ni A sonni yoki boshqa son olaylik. Biron bir K sonni A songa bo'lgan paytimiz B to'liqsiz bo'linma va S qoldiq chiqadigan bo'lsa, mana shunday tenglik qoldiqli bo'lish deyiladi. Qachonki mana bu qoldiq kichik bo'lish kerak bo'luvchidan, katta bo'lish kerak 0 dan. Mana shu shart bilan bir vaqtda mana shu yozuvga qoldiqli bo'lish deymiz. Mana shu qoldiqli bo'lish deymiz, kechirasizlar. Qoldiqli bo'lish deymiz. Mana shu shart birgalikda bajarilsa, ya'ni mana bu S mana bu shartlarni bajarsa, shunda bu yozuvga qoldiqli bo'lish deymiz. Qoldiqli bo'lish. Mana bu bilan birgalikda. Endi keling, mana bu yozgan misolimizda qaysi bir qoldiqli bo'lish bo'lyapti, o'shani tekshiramiz. Xo'p, birinchisi qoldiqli bo'lish bo'lyapti. Qoldiqli bo'lish. Nega? Chunki mana bu 3, mana shuni alohida rang bilan ko'rsataman. Mana shu 3 soni mana musbat bo'lyapti. Mana birinchi shartini bajardi va u bo'luvchidan, ya'ni 5 dan kichik bo'lyapti. Va bu qoldiqli bo'lish bo'ldi. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Bu qoldiqli bo'lish emas. Qoldiqli bo'lish emas. Nega? Savol qo'yamiz. Nega? Chunki qoldiq manfiy son bo'lyapti. Mana qoldiq -3. -3 bu manfiy son. Bizda esa qoldiq nima bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerak edi. Mana shu shart bajarilmaganligi uchun, ya'ni musbat, qoldiqning musbat bo'lish sharti bajarilmaganligi uchun buni qoldiqli bo'lish deya olmaymiz. Lekin tenglik to'g'ri. Endi bu holatda qoldiqli bo'lish emas. Nega? Yana savol beramiz.
Chunki bu yerda 12 musbat bo'lyapti. Ya'ni 0 dan katta, ya'ni qoldiq deb qarasak buni. Lekin u 5 dan, ya'ni mana bu bo'luvchi 5 yoki 7 deb qarasak ham bo'ladi. Ulardan kichik bo'lishi kerak edi. Mana shu yeri bajarilmayapti. O'sha sababdan bu qoldiqli bo'lish bo'lmaydi. Tenglik bo'lavergan bilan qoldiqli bo'lish bo'lmaydi. Demak, qoldiqli bo'lishni qaragan vaqtimizda mana bu shartga e'tibor berishimiz kerak ekan. Qoldiqning musbat bo'lishi va bo'luvchidan kichik bo'lishi lozim ekan. Ana shu bajarilsagina bu yozuvga qoldiqli bo'lish der ekanmiz. Endi qoldiqli bo'lishni xossalari, ba'zi xossalarni keltiramiz. Hozir oldindan tayyorlab qo'ygan rasmlarim bor edi. Shu yozuvlarni tashlab beraman men. Qo'shiluvchilarning har biri biror songa bo'linsa, yig'indi ham shu songa bo'linadi. Endi bu yerda qoldiqsiz bo'linish haqida gap boryapti. Qoldiqsiz bo'linish, ya'ni ikkita qo'shiluvchi oladigan bo'lsak, masalan, 10 plus 15 deylik, oddiy misol olamiz. 10 plus 15. 10 5 ga bo'linadi. 15 ham 5 ga bo'linadi. Demakki, bulardan chiqadigan natija ham albatta 5 ga bo'linadi. Mana bu yerga bunday yozib qo'yaylik. Mana ikkalasi ham 5 ga bo'linyapti. Demak, bundan kelib chiqqan natija 25 ham albatta nima qiladi? 5 ga bo'linadigan son bo'ladi. Bunga misol keltirdim. Xo'p, endi ikkinchi qoida. Kamayuvchi va ayriluvchi biror songa bo'linsa, ayirma ham shu songa bo'linadi. Misol. Xo'p, deylik 27 minus 12. 27 3 ga bo'linadi. 12 ham 3 ga bo'linadi. Demak, chiqadigan natija ham albatta 3 ga bo'linadi. 15 3 ga bo'linishini bilasiz. Sodda misollar orqali, ya'ni mana bu yozuvni tushunishingiz uchun bunday sodda misollarni olyapman. Xo'p, keyingi xossamiz mana. 3-bo'lag'asim bu. Biror sonni 9 ga yoki 3 ga. Endi bu qoidani 3 uchun alohida, 9 uchun alohida o'qisangiz bo'ladi. Mana 9 ga degan joyda agar 3 uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 uchun o'qisangiz bo'ladi. Qavsichiga yozganman. Demak, men 9 ga nisbatan o'qiyveraman. Biror sonni 9 ga bo'lgandagi qoldiq shu sonni raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lgandagi qoldiqqa teng. Ya'ni biror sonni 9 ga bo'lgandagi qoldiq so'ralgan bo'lsa, u sonni 9 ga bo'lib o'tirmasdan uni raqamlar yig'indisini hisoblaymiz va uni 9 ga bo'lamiz. O'shanda necha qoldiq chiqsa, o'sha qoldiq shu sonni 9 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi. 3 ta ham xuddi shunday. Pastda mana misol keltirganman. 3 uchun misol keltirganman mana. 127 ni 3 ga bo'lgan paytimiz 42 dan bo'lib bitta qoldiq qolgan. Buni o'zimiz bo'lib ko'rib topdik qoldiqni. Endi hozirgi yuqoridagi qoida bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 1, 2 va 7 larni qo'shamiz 10, 10 ni 3 ga bo'lsak albatta bir qoldiq qoladi. Demak, bu 127 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi. Endi men kichikroq, soddaroq misol oldim. Xo'p, endi yana bitta shunaqa ma'lumot bo'lishi kerak edi. Shuni ham olaylik. Keling, buni mana bu yerga joylashtiramiz, 4-chi qilib. Mana bu yerga olamiz. Ko'paytuvchilardan biri biror songa bo'linsa, ko'paytma ham shu songa bo'linadi. Mana shunday qoida ekan bu. Xo'p, bu nima degani?
ko'paytuvchilardan biri biror songa bo'linsa, ikkita son ko'paytmasi berilgan bo'lsin, deylik 4 ko'paytirilgan 17. 4 2 ga bo'linadi va mana shu 4 ni 17 ga ko'paytirgandan chiqadigan son ham 2 ga bo'linadi demoqchi bu yerda. Xo'p, endi yana qoldiqli bo'lish xossalarini yozishda davom etamiz. Keyingi nimaga o'tamiz? Varaqqa. Xo'p, 4 ta yozgandik. Endi 5-chi deb davom qilaveramiz. 5-chi. A sonni biror bir D songa bo'lganda qoldiq S ga teng bo'lsa va B sonni yana o'sha D songa bo'lganda qoldiq K ga teng bo'lsa, u holda A plus B ni D ga bo'lganda qoldiq S plus K ga teng bo'ladi deydi. Xo'p, mayli, buni yozib ko'rsatay. Mana A sonni D songa bo'lganimizda biron bir M dan bo'lib S qoldiq chiqyapti. Mana qoldiq S. Endi boshqa bir B sonni yana o'sha D ga bo'lyapmiz. Qandaydir bu yerda N chiqdi va B qoldiq chiqdi. Yoki B ni bu yerda ishlatganimiz uchun K deylik. Qoldiqlari S va K bo'lyapti. A sonni D ga bo'ldik. Ya'ni bo'luvchilar bir xil bo'lyapti. Bu yerda e'tibor qiling, mana bo'luvchilar bir xil. D. A ni ham D ga bo'ldik, B ni ham D ga bo'ldik. Qoldiqlari turlicha bo'ldi. Endi agar shunday bo'lsa, u holda A plus B ni siz o'sha D ga bo'lsangiz nima chiqadi deyapti. A plus B ni D ga bo'lganingizda qoldiq S plus K chiqadi deyapti. D ga bo'lganimizda endi buni biror bir L deb nomlaylik. Plus S plus K. Mana bu qoldiq. Qoldiq mana shunday bo'ladi deyapti. Mana bu yerda ham qoldiqlarni alohida belgi bilan yozib qo'yaman, qoldiq ekanligi yaqqol ko'rinib turishi uchun. Bu ham qoldiq. Qoldiq mana shunga teng bo'ladi deyapti. A plus buni D ga bo'lganimizda. Endi mana shu bo'luvchilarni ham alohida yozib qo'ying. Mana bo'luvchi D. Xo'p, bu 5-chi qoida bo'ldi. Endi xuddi shu narsa, ya'ni mana bu joyi turadi. Ya'ni A ni D ga bo'lganda M, ya'ni S qoldiq qolyapti, B ni D ga bo'lganda K qoldiq qolyapti. Endi A ko'paytirilgan B ni D ga bo'lganda qoldiq qanday bo'ladi? Keyingi qoidamiz mana shu to'g'risida bo'ladi. Ya'ni 6-chi deylik. A ni D ga bo'lganimizda S qoldiq qolgan edi. B ni D ga bo'lganimizda K qoldiq qolgan edi. Mana shunday bo'lsa, A ko'paytirilgan B ni D ga bo'lganingizda, demak bu yerga L qo'ydik. Endi F qo'yamiz boshqa. Va qoldiq S ko'paytirilgan K bo'ladi deyapti. Qoldiq mana shunday bo'ladi. Xo'p, endi mana shu 5-chi va 6-chi qoida uchun endi kichkina izoh yozamiz. 5-chi va 6-chi qoida uchun izoh. 5-chi va 6-chi xossa. Endi buni xossa degandik. Xossalarga izoh. Qanaqa izoh bo'ladi? Hozir yozamiz. Mana qarang. Agar
Chunki qoldiqni bo'lishda qarang, qoldiq nimadan katta bo'lib ketmasligi kerak? D dan katta bo'lib ketmasligi kerak edi. Mana bu D dan katta bo'lishi kerak emas. S ko'paytirilgan K ham D dan katta bo'lmasligi kerak. Mabodo endi katta bo'lib ketsa nima bo'ladi? Mana shuni izohini yozmoqchimiz. Agar S plus K yoki S ko'paytirilgan K lar böluvchidan bizda böluvchi D bo'lyapti. Böluvchidan katta bo'lsa, katta bo'lib qolsa deylik, katta bo'lib qolsa, u holda qoldiq sifatida ularni D ga bo'lgandagi qoldiq olinadi. Endi böluvchini D dedik, o'shaning uchun mana bu yerda böluvchi deb ishlatdim, keyin mana bu yerda D deb ishlatdim. Ikkalasi bir narsa bu. Mana bularga izoh berdik. Xo'p, hozir misol ham ko'ramiz. Shunday holat. Ya'ni shunday nimaga misol keltirsak, misol orqali tushunarli bo'ladi menimcha. Keling, bitta misol olaylik. Misol. Kichikroq misol olganimiz yaxshi. Xo'p. 39 ni 7 ga bo'ldik. 5 dan bo'lyapti va 4 qoldiq qolyapti. Mana 7 ga bo'lyapmiz. Endi 39 A sifatida olinyapti. Endi boshqa B son olamiz. Ya'ni 22. 22 ni 7 ga bo'ldik. 3 dan bo'lib 1 qoldiq qolyapti. Bu holatda hozir 39 va 27 ni qo'shganimizda hosil bo'lgan sonni 7 ga bo'lganimizda qoldiq 4 ga 5 ga teng bo'lyapti. Chunki mana bu yerda mana 4 bilan 1 ni yig'indisiga teng bo'ladi degandik. 5 bo'ladi. Endi bizda hozir katta bo'lib qolsa degan narsaga misol olishimiz kerak edi. Hozir bu yerda katta bo'lmay qoldi. O'shaning uchun buni mana shu sonni o'zgartirsam 27. To'xtang, 27 bo'lsa men noto'g'ri yozib yuboribman. Mana bu joyini. Bu 21 bo'lsa 6. Mana bu holat yaxshi bo'ldi. Xo'p, endi qarang. Ikkalasini qo'shganimizdagi qoldiq S plus K ga teng bo'ladi degandi. Ya'ni 39 ni 27 ga qo'shgandagi yig'indini 7 ga bo'lganimizda qoldiq qandaydir biror son chiqib, mana x bo'lsin, qoldiq 10 chiqish kerak edi mana bu qoida bo'yicha. Lekin 10 desak bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki biz aytdikki, agar S plus K ning qiymati, ya'ni S plus K, mana bu S bo'lyapti. Mana bu K bo'lyapti. S va K ning yig'indisi 7 dan katta bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha S bilan K ning yig'indisini 7 ga bo'ling. Ya'ni 10 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni oling degandik. Ya'ni javob 3 bo'ladi. Mana buni yig'indisini qo'shib ko'rishimiz mumkin. 39 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 63. Kechirasiz, 66. 66 ni 7 ga bo'lsak, 9 dan bo'lib 3 qoldiq qolyapti. Ko'paytma bo'lganda ham xuddi shu holat. Ko'paytma bo'lganda hozir mana ikkalasini ko'paytirsak 24.
qoldiq 24 bo'lishi mumkin emasda 7 ga bo'lganimizda. O'shaning uchun mana buni ko'paytirgandagi qoldiqni bilmoqchi bo'lsak, 4 ni 6 ga ko'paytirgan 24 ni 7 ga bo'lamiz va u yerda ham qoldiq 3 chiqishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi 9 borasida aytgan edik. Endi yana bitta narsa bor. Xo'p, shuni mana shu yerga sig'diramiz menimcha. Xo'p, qoldiqli bo'lish bor. Ya'ni biror sonni boshqa bir songa bo'lganimizda, ya'ni qoldiqli bo'lganimizda qoldiq chiqdi. Endi shu sonni qandaydir darajasini yuqoriroq darajasini, ya'ni aynan shunday misollar ko'p uchraydi o'zi, daraja shaklida berilgan misollarda qoldiqni aniqlash. Mana bizda mana bu yozuv bor edi. Ya'ni k sonni a songa bo'lganimizda b dan bo'lib biron birisi qoldiq qolgan edi. Mana shu qoldiqli bo'lish edi. Mana bu qoldiq edi. Endi bizdan k ning n'chisini a ga bo'lgandagi qoldiq so'ralsa, k ning n'chisini a ga bo'lgandagi qoldiq bu mana shunday yozamiz. Mana. Ya'ni so'z bilan ifodalayman. Endi k ning n'chisini a ga bo'lgandagi qoldiq s ni n'chisini a ga bo'lgandagi qoldiqqa teng bo'ladi. Misol ko'ramiz. Boshqacha rang tanlayman. Bu ham bo'lmadi. Yaxshisi o'sha qora rangingiz yaxshi ekan. Xo'p. 4 ning 40-darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiq. 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Savol shunday bo'lsin. Xo'p. Endi qarang. 4 ni 40-si. Bu yerda qoidada k ni biron songa bo'lgandagi, ya'ni a ga bo'lgandagi qoldiq s bo'lsa, k ning n'chisini shu songa bo'lgandagi qoldiq s ning n'chisini a ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi dedik. Endi bu yerda 4 7 ga bo'linmaydi hozir. O'shaning uchun biz darajadan yordam so'raymiz. Ya'ni hozir 4 ni 40-sini 4 ning kvadratining 20-chisi deb olsak. Ana endi bu 16 ning 20-chisi bo'ladi. Va 16 ning 20-chisi bo'layotganligi uchun endi buni bunday qilib yozamiz. 16 ni o'zini 7 ga bo'lganimizda qanday bo'lar edi? 16 ni 7 ga bo'lish. 16 ni 7 ga bo'lganimizda qoldiq 2 ga teng bo'ladi. Chunki 16 ni 7 ga bo'lsak 2 dan bo'lsa 14, ayirsak 2 qolyapti. Shuning uchun buni bunday qilib yozamiz, qarang. 2 ko'paytirilgan 7 plus 2 ning 20-chisi. Va endi bizga aytilgan qoida bo'yicha sizga mana shu 16 ning 20-chisi yoki 4 ning 40-chisini 7 ga bo'lgandagi qoldiq kerak bo'lsa, bu yerda siz mana shu asosni, ya'ni 16 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni mana shu darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblab qo'yavering deyapti. Bunisi shart emas. Ya'ni 7 ga bo'lingan qismini tashlab ketaveramiz. Mana bu yer 7 ga bo'linadi-da, bu qismi kerak emas. 2 ning 20-chisini ishlab ketaveramiz. 2 ning 20-chisi. Endi pastdan buni davom ettirmayman, teng qo'ymayman, chunki hozir buni o'chirib tashlasam
tenglik bajarmaydi, shuning uchun alohida yozib ketaman. Yana 2 ning 20-si. Endi 2 ning 20-sini 7 ga bo'lish bilan shug'ullanamiz. Yana darajadan yordam so'rab asosini kattalashtirib olamiz. Ya'ni 2 ning 4-sining 5-si 20-si bo'ladi-da o'sha. Endi bu 16 bo'lyapti yana. 16 bo'lsa, buni yana 14 plus 2 deb yozyapmiz va 5-si. 14 ni yana tashlab ketamiz, chunki bu 7 ga bo'lingani uchun. Endi 2 ning 5-si qolyapti. 2 ning 5-si esa 32. 32 ni 7 ga bo'lib qo'yamiz. Necha qoldiq qoladi? 32 ni 7 ga bo'lsak, 4 dan bo'lib 4 qoldiq qoladimi? 4 qoldiq qolar. Demak, javob 4 ekan. Mana shunday asos kichik bo'lib qolsa, darajadan yordam so'rab, ya'ni asosni kattalashtirib olamiz. Qoldiqli bo'lish haqida qisqacha shu ma'lumotlar. Endi mana shu o'rgangan xossalarimizdan foydalanib misol yechishimiz kerak. Misolni namunasini alohida video shaklida tashlayman. Bu mavzu edi. Mavzuni ko'rib chiqishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.